Yerde örgen xəvərini anlar, gözlerimden aktı yaşlarım. Yerde örgen xəvərini anlar, gözlerimden aktı yaşlarım. Bu günlerimi ötüp gittim, yığılmağla qېرىنداشlarım. Bu günlerimi ötüp gittim, yığılmağla qېرىنداشlarım. Yığılmağla qېرىنداشlarım. Qəhritan soğuk bulsun mu hava, yüreğimiz silerge muhabbetke dolgan bu dünya. Yığılmağla qېرىنداشlarım, muhabbetke dolgan bu dünya. Yığılmağla qېرىنداشlarım. Yığılmağla qېرىنداشlarım, yığılmağla qېرىنداشlarım. Varlık tordaşlar, biz bugün Mısranım toru, ana tuprak toru başçılığıda şundaklam karxançılarımızdan Ürümçi Mağrib Soda Çektik Şirketi, ABİ'de Soda Çektik Şirketi ile birleşip afet yüz bergen Keriya nahiysige bugün hazır yetip geldik. Şu münasebetle ben bugünkü tordaşlarınki shundaq naq maydondagi riyosachilik qilish sharfiga erishdim. Men shu munosabat bilan shu naq maydondagi qarindoshlarimiz bilan birlikda turibmiz. Shundaqlam shu joydagi bizningki shu afat yuz bergan o'rindagi mahalla sekretarni bir so'zga taklif qilgan bo'lsak, xo'sh aka, unda bo'lsa sizning bugungi shu afat yuz bergan shu rayondagi amaliy ahvolni siz bizdan texim yaxshi tushunasiz. Shu orqali shu kang tordoshlarga bir naq maydondagi shu afat yuz bergan amaliy ahvolni qanday bo'lganligini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bizningki o'rni 2600 oila, 10 mingga yaqin nüfusdan tarkib topgan 49 ko'chadan shakllangan bir makon, bu qadimiy Keriyada burun Yutengo deb atalgan. Bu koni qadimiy rayon. Bu rayondan da shu 2014-yili 2 oyning 12 kuni soat
tushdan 19 minut o'tganda 7 dan 3 bal yer tavrash orqali buning bilan bizning bu o'rnimizda 1868 oila ig'ir darajada daz ketish ahvoli yuz bergan. Shundaqla 268 oila hamda xatarlik oilalar bo'lib qolganligi uchun buningdan 50 oilani hozir bu yoqda turgan chedirlarga birini yo'tkab akaldik. Qolgan 218 oilasiga urug' tuqqanlarni tarqaqlashtirdik. Endi hozir qoldiq yer tavrashi tadrici şu 12 kilo kichik qoldiq yer tavrash. Shu qoldiq yer tavrashning oldini elish maqsadida ba'zi mavo qirisal uyi bexatarda qolganlarga yo'tkab akaldik. Buni biz qisqa muddatcha qoldiq yer tavrash tugagandan keyin hammani partiya, hukumat, keng xalq ommasi birlikda buni yaxshi o'rinlashtiribmiz. Yaxshi bularni hozir biz ularga 3 vaqt tomoqni ish pishirish o'rnimiz maxsus oshpaz tashkillab 3 vaqt tomoqni berdik. Kechasi har bir chedirga birdan kadr o'rinlashtirib o'tqalash, ularning isinish ishlarini qishdan yaxshi o'tkazishni shu bo'yicha ep beryapmiz. Demak, hamda bu korxonachilardanki bizning shu Shinjongdagi har soya korxonachilarimiz bizning shu ofatga uchragan yer tavrashda ko'rilgan rayonimizga kelib keng xalq ommasi yo'qlaganligi ming martaba rahmat. Bularning hamda mushu qatim kelish orqali bizning konishar rayonimizningki keng xalq ommasining yurak so'zini angladi. Biz bundan buning ro'yini o'rganamiz. Ko'p rahmat. Sizlarga tashakkur. Salomat obdan turiblar. Meni tunlama? Tundum. O'zining ismi Bartaxon. Sizcha? Memtaxon. Ikkimiz ism o'xshashga. O'zining salomatligi yaxshi-da. Shukr anim bo'lsa be o'lim yetdan boshqa hech qanday bir ishlar yuz bermabdi. Bundan qattiq xo'sh bo'ldik. Biz o'zimizning ko'ngilda hamda qandaq bo'lgandi deb amaliy ahvolni ko'rgich bizga naytdi. Taqozo bo'lgandik, naytdi, jiddiylashgandik, buni ko'rib naytdi. Anim qildik. Shukr. Shunday bir sog' salomatchilik bo'lganligidan. Hamda shu yer tavrigan vaqtida o'zlari nada vaqtlar o'yladik. O'yning ichida qanday tavrida qanday bir alomatlar bo'ldi, o'zlari qanday bir ta'sirot bo'ldi. Öyle olursak saat 3:20 ötkende tavride. Tavrigandan yer tavridik, yani taşqaga chiqdik. Adı xatar chiqmadi. Çaktı işte. Ülemiyetim kadar iş olmadı. Anladın. Sizning uylar-chi? Mening uyim men bozorda asfalt gazetdim. Bozorga chiqib kiysam uyning aşı bug'noq o'ylabdi kiysam aşı oltirgan uyam. Sanduq to'pilib bari besibdi. Hozirmi to'pini arista biraman. Hatta bir qachomni nayaydigan qachlarimi to'pini arista ko'milib ketibdi. Hozir uylarimiz o'lib ketdimamda. Uyning aşağı turgan uyam o'lib ketdi. Hozir sanduq nimalarım barim to'pini arista. Boshqa bir mol Onun qilmaqliq sanduqlarim to'pini arista. Hozir. Bu shukr, yani bu salomatchilik bo'lgandiki, uning uchun afzallik yo'q. Rahmat. Bizning nurg'un shu Shinjongdagi shu necha vaqtning yuzi bugungi faoliyatga kelinmagan nurg'un qarindoshlarimiz o'zlari kelinmagan bilan shu bizning telefonlarda, torlarda hammanglarga oliy o'zing tilaklarini shundaqlab o'zining bütün umidlarini yo'lladi. Biz hamda bu yerda sizlar bunda yolg'iz bo'lgan bilan keyinalda nurg'unlagan qarindoshlaringlar sizlar uchun duo qilyapti, sizlar uchun yaxshi tilaklarni yo'lladi, sizlar uchun nurg'unlagan narsalarni bizdan o'vatdi. Biz hamda qanday qilib biz hamda biz Xudoyim shundaq bir sinoqlarla sinabdi. Salomat obdan ismlari O'rin Saqacha. Salomat obdan turiblar. Qanday uy ichi bola vaqamiz saqma? Saq. Qanday o'kidi yetavergan kuni o'zlari nada o'g'itlar uyning ichidami? Uyning ichida shu yatavrab uyli chaq ketib. Qanday tavrib uyda oldu? Bunda midrab hamdi. Qanday bo'ldi o'zlari ta'sirot? Men shu midrab qo'qdan o'g'illar so'ngdan chaq ketib. Ammandan nimaları çalmaları tushdi yaga. Ashna qildi. Xo'sh, hanim bu saqliqqa ekan. Shukr. Andas biz shu bütün barliq tordashlarga, bütün Shinjongdagi barliq qarindoshlarga ۋاكالىتەن saqaslidan hal so'rab kelgan. Sizlar saq kellar, sizlarning tanning saqligini ko'rib, uy ishining tinch amonligini ko'rib biz taxmi xush bo'ldik. Xudoyim chek sabr ato qilsin. Buningdagi ishlari, tallari saq salomat bo'lsin. Rahmat. Afet rayonidagi ommaning ofatdan keyingi turmushiga hammalar diqqat qilyapti, ko'ngil bo'lyapti. Afet rayoniga yetkazilgan pul va moddiy buyumlarning mehr muhabbatning oyiqi uzilgani yo'q. Hozir Urumchi vaqti kech soat 8 dan oshdi.
miros kiyimchiligi shundaqla AB'da biopantexnik chekish şirkati qatorliq bir qancha cho'ng shirkatlarning mas'ullari bugun kechalab yo'l yurib afat rayoniga yetib keldi. Ular o'zining ko'ngil so'g'isini afat rayonidagi har millat ommasiga yetkazmoqchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chapatatdinglar. Sizmi shu rahmat. Qancha vaqt yo'l yurdinglar? Bugun 6 soatlik yo'l mengib keldik mushaga. Undaqda sizlar qanday ko'ngil so'g'is olib keldinglar? Chunki ko'pchilik qiziqyapti bu savolga. Biz ham shirkatga 200 ga yaqin xizmatchi ۋاكالىتەن shirkatimizniki mas'uliyati bo'lgan AB'da mango ichimliklar bilan undan boshqa bizniki mushkundalik turmushda kam bo'lsa bo'lmaydigan un, ya'ni yemeklik uni olib keldik. Undan boshqa bir necha bizniki milliy korxonalarimizning ya'ni ko'ngil so'g'isini olib keldik. Bizniki korxonchilarimizning xizmatini aldirashamiz bilmish shundaqku. Mushundaq ahvolda afat kuchirgan ommadan ahvol so'rab o'z ko'zinglar bilan ko'rib xotirjam bo'lish uchun ishinglarni tashlab yetib keldinglar. To'g'ri. Hamda bir korxona kichik vaqtida bir shaxsningki ma'lum bir korxona qurg'uchining bo'lsa, bu korxona taraqqiy qilgandan keyin ma'lum bir bosqich bo'lganda cho'qim bu bir xalqning bir ummatning korxonasi bo'lib ketdi. Shunga biz shu afat rayonidagi xalqimizni o'ylab chiqish qilib, o'zimiz o'yda xotirjam bo'lgan ahvolda o'zimiz shunaqa maydonga kelib ko'rib, o'zimizningki ozdir ko'pdir mush ko'nglimizni atab mush shirkatningki o'zimizning xalqi bilan bir ekanligini bildirish, shu orqali bizningki shu xalqimizga bo'g'azroq bo'lsin, bir tasalli bo'lib qolar degan umidda keldik. Mening ham ta'sirlanganim bizningki shu korxonchilarningki elninki duosi bilan ko'kliganligi, shunaqla elninki beshiga kun tushgan vaqtda birinchi bo'lib alniqsab kelganligidan bak suyundim. Undan boshqa har qaysi korxonalarning o'mlashib, ittifoqlashib, maslahatlashib naq maydon kelganlar texim hammamizni ta'sirlantirdi. Bu maslahatni qanday bo'lib qaldinglar? Korxona bir odamning shaxsi emas. Chunki yo'ldosh mavzum bunda degan xalq uchun xizmat qilamiz deb. Shuningdek mush yaqin afat bo'lgandan keyin raislarimiz nurg'un yaxshi xalqqa yordam qilishini aytdi. Korxona taraqqiy qilib ma'lum bir bosqichga kelgandan keyin u xalqning oldida mana bu haqiqiy bir korxonchi bo'lish tegishli bir sopa. Bu sababdan bizni xalq kelgan. Biz xalqning beshiga kun kelganda qarab tursak bo'lmaydi. Shuni his qilib, biz korxonchilar bir-birimiz bilan maslahatlashib, avval birinchi safga o'zimiz kelaylik deb keldik. Undaqda bugun night kashf ketdi. Shunda xo'simi o'zinglar o'z qo'linglar bilan mushu buyumlarni yetkazish uchun keldinglar. Menimcha bu yerda bir qancha kun turib qoldigan o'xshamamsizlar? Biz 3 kun turadigan plan bilan keldik. Biz tushdan keyin soat 4:25 bilan nahiy kirdik. Nahiyadagi afat kuchirgan xalqlar bilan bir qator kurashdik. Ularga bizning kelgan moddiy buyumlardan taqatdik. Kashflab ketsimi xalqni yo'qlash maqsadida kelgandan keyin cho'qim shu naq maydonga bir kelib Atchan yezisiga hozir chiqdik. Naq maydon turib xalqlar ahvolini bir aql egalladik. Afat ahvoli bek ig'ir emas ekan. Biz ko'nglimiz nahiyat suyundi. Xalqning sog'ligi, moddiy buyumlar buzilsa, o'ng sog'lig'ida odam hayot bo'lgandan keyin biz shuningdan nahiyat xush bo'lib, ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Undaqda o'z qo'linglar bilan ko'pchilikka amal va kuchinglarni yetishicha taqdim etib ketmoqchimi? Biz kuchimizning yetishicha har qaysi kanitlargacha berib qo'limiz bilan taqdimiz deb niyat qilyapmiz. Assalomu alaykum ablar. Va alaykum assalom. Sizni bu yerga ko'rishimdan xush bo'ldim. Rahmat. Chapatat kepsizlar. Bugun ammoga yana sizlarni o'zinglarning ko'ngilni olib kelganlardan. Shunday. Biz bu qatim shu Şinjan Talba Kasbi Tarbiyalash Maktabi, Şinjan Xonim qizlar kiyim-kechak shirkati o'ylashib, biz nima qilsak bo'lar degan o'ylab, bir qancha shirkat bilan birga kelgankin, xiliyatkidak unmi oldi, kiyim-kechakmi oldi, biz o'ylashib, nima qilsak bo'lar deganda biz naq pul olishni o'ylashdik. Biz naq pul olsak, masalan, yarda olganlar bevosita doktorxonaga ishilta oladi ekan. Ba'zi o'zininki kam narsalarga bevosita naq pul xashlaydi ekan. Shunga biz yo'lni kelib, abiyadan nay kirib bir qism taqatib qolgan pullarimizni Xudoyim ursa ata shu yezning ھەرقايسى kentlik bevosita berib o'z pulim bilan taqdiman deb 300 dan ortiq o'quvchi, ishchi xizmatchilarim vakolati ash pulni o'zim keldim. Afat rayonidagi amdan hol so'rash uchun keldinglar shundaqku. Hozir yetib keldinglar. To'g'ri. O'zingiz qaysi shirkatdan qanday? Sadoqat biopantexnik taraqqiyot shirkatidan keldim. Lider Qozog'istonda bo'lib qolganligi uchun hamda jiddiy kapolanmay qoldi. Shu lider ۋاكالىتەن ham shirkatga ۋاكالىتەن shu Amadan al so'rab hamda ittifoqliq kuch deb barliq shirkatlar bilan hamkorlashib, shu hammani bir qo'l tutishib, tang o'rnimizdan turib kelsak degan maqsadda al so'rab kelgan edik.
Anam seningmi anang Kel qerindishim qo'lingni ber Mening dadam seningmi dadam Kel qerindishim qo'lingni ber Bu aile senin